O'tgan yili bu maktabga nabiramiz olib kelgan edik. Javohir edi. Shu 1,5 yil bo'ldimi? 1,5 yil ichida ancha o'zgarish bor, ancha o'sish bor. Yurish turishida, xulqida, atvorida, ilmga qiziqishida o'zgarish bor. Shuni ko'rib xursand bo'lyapmiz. Bu yerdagi jamoa o'qituvchilar mehnati ham bilinib turibdi, ko'rinib turibdi. Biz hali Telegram nimalar kuzatib boramiz, dars jarayonlarini. Haqiqatda bu maktab juda ham yaxshi o'qitilar ekan, sifatli dars beryapti, sifatli ta'lim. Yine eng yaxshi tomoni bolalarda moddiy va ma'naviy rag'batlantirib borilyapti-da, ularda qiziqish paydo bo'lyapti. Mana bugun natijasini ko'rdik. Shu qilingan eksponatlar, tayyorlangan konstruksiyalar tam beraveradigan darajada xursand bo'ldik. Shu natijalarni ko'rib. Iloyim bu maktab yana ham rivojlansin, yana ham ko'zlagan ulkan maqsadlariga bu jamoa erishsin. Nima deymiz yana? Hammalariga kuch-quvvat tilaymiz, ishlariga rivoj tilaymiz. Hammalar sog' salomat bo'lsin. Bu bolalarni tarbiyalashdagi mehnatlarida mehnat qilib charchashmasin. Xudo ham kuch-quvvat bersin. Rahmat og'a, sizdek ota-onalar bilan ishlayotganimizda biz bog'oyatda xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.